Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan gazoblar seximizdan gazoblar quyilish jarayoni mana 10 kg sement tushdi. Orqasidan mana 50 kg dan ikkita 100 kg sement tushadi. Yasin 550 markadagi sementlarimiz. Yasin 550 markadagi sementlarimiz. Gazoblarimizni hosillarga obzorini qilib beramiz. Qadrli yurtdoshlar, gazoblarimiz realniy holati bugun 15-yanvar 2026-yilga yurtdoshlar o'g'il qo'yilgan holati. Aytilgan gazoblarga aytilgan joyiga o'g'il qo'yib tekshirib beramiz. Bemalol razmeridan, mustahkamligidan ko'rib olsanglar bo'lardi. Mana o'g'illarimiz hammasi joyida tekis, hech qanday qangisi yo'q, qiyshiq joyi yo'q. Qoliplarimiz yangi, holat ideal holatda. Razmerlari 20, yo razmeri 30, 20 ga 30, 60 ligi ham 60 mana. Hech qanday videolarimiz montaj boshqa bo'lmaydi. Realniy holati. Borini olib ko'rsatib beramiz. Qo'limiz siqqan joygacha istalgan gazoblarga qo'yib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, aloqaga chiqarasizlar. Qadrli yurtdoshlar, har bittan 20 ga 30-60 bo'lgan gazoblarimizni razmerlarini ko'ryapsizlar, ajoyib holatda. Xo'p, vazni, har bittasining vazni 20 kg plus 20,5 kg, 21 kg atrofida keladi. Bemalol kelsanglar ko'rsatib, taroziga qo'yib beramiz. Bular shu bugun chiqqan gazoblar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavkamiz xo'p, pullik. Vodiy bo'ylab 2,5 ming so'mdan dastavkasi, 14 ming so'mdan o'zi. Xo'p, kelib olib ketaman deydigan klientlarimizga 14 ming so'mdan mana shu sex o'zidan yuklab beramiz. Avtomobillarda kelsa, bemalol yuklab beramiz mana. Xohlagan bitta gazoblar ko'rsatishadi, shunga o'g'il qo'yib beramiz mana bemalol. Hech qanday qiyshiq yoki da bo'lmasa hop, xunuk bo'lgan joyi yo'q. Gazoblar juda a'lo darajada. Razmerlari ham o'ta go'zal holatda. Hop, o'zimiz yetkazib berishimiz bo'lsa 16,5 ming so'mdan butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab. Kim gazoblarni quyishga, shu ishni boshlashga qiziqayotgan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qo'limizdan kelgancha 2-3 yillik tajribamiz bor. Tajribamizdan kelib chiqqan holatda maslahatini beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like, podpiska bosishni ayamasanglar, xursand bo'lardik.